Srochniy qisqa gapiraman. Ana internetda Rossiyada taksi parki borlarni Rossiyaga kelib Yandexda ishlang, taksi qiling, soqqani qiling deganlarni ko'ryapsizlarmi sizlar ham? 3 tasini qator qo'yib olib, aka bugun necha pul topdingiz? 7000. Siz necha pul topdingiz? 10000. Sizniki qancha bo'ldi aka desa 15000. Mana ko'rib turibsizlar, akalarimizni sof foydasi Yandex taksida. Shuning uchun siz ham uyda bekor o'tirmasdan keling Rossiyaga. Mana mashinalarimiz sizni kutyapti. Taksi parkimizga ulaning, soqqani qiling degan videolarni sizlar ham ko'ryapsizlarmi yo men faqat men ko'ryapman? Agar men ko'rayotgan bo'lsam, siz ko'rayotgan bo'lsangiz, demak O'zbekistondagilar ham ko'ryapti. Bu chista laxatron. Sizlar qayerdan olib gapiryapsizlar? Birinchidan sizlar bu narxni qayerdan olib gapiryapsizlar? Biz ham mana Rossiyadamiz, Amerikada emasmiz. Bo'lishi mumkin, bir boshqa shaharda bo'lishimiz mumkin, lekin sizlarda ham rubl, bizda ham rubl. Pul birligi bir xil demoqchiman-da. Qayerdan olib sizlar 15000, 10000, 15000 ni aytyapsizlar, tushunmayapmiz biz. Biz ham mana shu Yandexda ishlayapmiz, 12 soatlab tuda vazitsiya qilyapmiz. Bu arendamiz, qilayotgan rasxodimiz, bosib o'tgan kilometrimizni oqlamayapti Yandex. Sizlar qayerdan 10000, 15000 ni qayerdan olib gapiryapsizlar? Yo men hisob kitob qilishni bilmayapmanmi, maktabda yaxshi o'qimaganim uchun? Yoki sizlarni Yandex bilan qudandachilik qilib qo'ygan joyinglar bormi? 5000 topib kelsangiz, mana ki yo bolam 5000 so'm sizga bonus дополнительный. Shotingiz 10000 bo'lib qolsin bugunligingiz degani. Bu narsalarga ishonmanglar. Prosta bu yoqqa kelganingiz невыгодно, undan ko'ra O'zbekistonda g'ish quyib sotganingiz yaxshi, g'ishingizni quyib yuravering. Rossiya sizlarga невыгодно. Ayniqsa Yandex. Danniy moment. Hozir qishni kuni. Bekorchilik, o'qimagan, qo'lida hunari yo'q, menga o'xshaganlar ko'p. Bu internetdagi soxta reklamalarni ko'rib, pravam bor, Rossiyaga borib, возможность-da bu ham bitta. Hech возможность topolmagan odam o'ylaydi, Rossiyaga borib kerak qilsam bo'lar ekan-u, nima qilsam bo'lar, nima qilsam ekan deb bosh qotib turganlarda, Rossiyaga bor, shu videoni ko'rgandan keyin aytadi-da, Rossiyaga borib kerak qilsam bo'lar ekan-a deydi. Lekin betga kelgandan keyin somsa bo'ladi hammasi. Qo'pol qilib aytganda. Ve onasini emsin betga bekarga kelmaysan, samolyotda yoki mashinada kelasan. Tekinga olib kelmaydi, to'g'rimi, pulga olib keladi. Betga kelganingdan keyin kvartirasini nima qilasan? Qorning bor. Bo'sh qolib tikka turmaydi deydi-yu. Yeb ichishing kerak. Undan tashqari patent qilishing kerak onasini emsin. Patent qilasan. U ham mayli. Xo'p, sizlarning taksi parkinglarda mashinalarimiz kutib turibdi, kelinglar deyapsizlar. Mashinani shunday kelishiga men zemlyak bratishga kelib qolibsan, musofir tomonlarga. Tirikchilik qilib ol, mana kalit deb qo'liga berib qo'ymasanglar kerak. Bu arenda bo'lsa kerak, to'g'rimi? Shunday kalitni berganinglardan boshlab shotchini yoqib qo'ysanglar kerak. Chiq pul sanashda boshlasa kerak, to'g'rimi? Ash tomonlarini ham gapiringlar. Xo'p, u ham mayli onasini emsin. Mana u Yandex shunchaki o'zbek pravaga ishlamasligini aytamizmi bu o'zbeklarga, O'zbekistondagilarga yo kelgandan keyin aytaylikmi akalar? To'g'ri, balkim qaysidir shaharlarda ishlayotgan bo'lishi mumkin, lekin ko'p shaharlarda o'zbek pravalar o'tmayapti. Shuni ham aytamizmi o'zbeklarga, O'zbekistonda ko'rayotganlarga shuni ham aytasizlarmi akalar yo kelganda aytasizlarmi? Uzr, kelib qolibsiz. Esimizdan chiqib qolibdi aytib qo'yish, o'zbek prava o'tmaydi, boring rossiyskiy prava oling deysizmi kelgandan keyin? Shu tomonlarini ham o'ylanglar, Bu mayli onasini emsin. Kelgandan keyin yo'lini qilsa bo'ladi buni ham, lekin pulgada, tekinga emas. Rossiyskiy soxta prava qilasan, akkaunt ochasan, keyin ishlaysan. Bekarga emas-da shu ham pulga onasini emsin. Shu tomonlarini ham aytinglar, yuraydi siqmasdan odamni. Kim bo'lib bu yoqda Putin to'xtamasdan har kuni Hindistondan hindlarni qoplab olib kelyapti. Bosyapti onasini emsin. Arzon ishchilarni. Bilmadim, bu o'zbek, qirg'iz, tojik, qozoqni ko'tiga deb haydamoqchimi bilmayman. Mashlarni ko'rsam yuragim siqilib turibdi o'zi. Sizlar ham boshni qotirmanglar endi o'zbeklarni aldab.
to'g'risini aytinglar, onasini emsin. Betga kelganingdan keyin mana shunaqa kamida 700-800 dollar расход qilasan. Расход qilib chumo bo'lib kelganingdan keyin betga seni pravang o'tmaydi Yandexga deb aytinglar bilat. Unaqa qilib nima deydi? O'zinglarni foydanglarni o'ylab nima deydi? Ishim bitsa bo'ldi, eshagim loyda o'tsa bo'ldi deb turib, o'zinglarga klient qilaman deb o'zinglarni nafsinglarni o'ylab O'zbekistondagilarni aldamanglar. O'zbek prava o'tmaydi. Betga kelib soxta prava qilib ochish kerak. Ash tomonlarni ham aytinglar, insof bergurlar. Jag'im orib ketdi sizlarga gapirib, sog' bo'linglar, короче. Insof bersin sizlarga asosiysi.